Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Hop, mana eshiklarimizga 2 komponentli kraskalak bo'g'lar sepganmiz. Xudo xolasa ideal holatda chiqyapti. Ko'rishlar ham, yo'llari ham chiroyli bo'lib chiqyapti. Matviyligi 580 ga 10% matviy. Qursa matviylashadi. Petlalarni ham o'rnlarini ochib qo'yganmiz. Bir yo'la bitgan holatdagi ochilmaydi, urinmaydi eshiklarimiz. Zamoylarni ham o'rni ochilgan. Chiroyli qilib ochib qo'ydik. Kraskichlari ham xudo xolasa tugadi. Endi qurisa buni xudo xolasa stolovkaga tayyor bo'ladi. Ideal holatda chiqdi. Apklatlari ham turli apklat bo'yin. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.